Akalar, bugungi obzorimizda C16 aka, buni ma'lumotlarni bitta chiroyli qilib tushuntirib bering obunachilar uchun. Oldi chassis polniy bronli plyonka bo'lgan. 8 oy tonirovka rashinasi bor. Ikkinchi paysi bo'ladi. 360 kameralar bor do'stlar. Abduf, Abagrev arxalargacha. Kapitan CCD. Salon holatlari do'stlar, qoraga oranjiviy kombinatsiya qilingan do'stlar. Monitorlari bor do'stlar, ya'ni hozirgi zamon talabidagi mashina do'stlar. Ikkitalik, ya'ni luklar bor do'stlar. Panoramali. Kraskalari absolyutni top-toza, любой ustalariga, любой proverka. Yong'oqlar hammasi joyida. Любой proverka. Buni qancha qilib berasiz? Taqalganini aytavering obunachilar uchun. Bizda uzoq yaqindan kuzatadi hammasiga. 27400 telefon qilishaversin, kelishtirib beraman chiroyli qilib. Gap yo'q. Nomeringizni ayting. Naqd bo'lsa 98lik 576 96 79. Akalar, mashina istirasi juda ham chiroyli holatda, ya'ni qop-qora qoya, ya'ni qora bayir do'stlar, ya'ni kuzov holatda sarapina qirilgan, silgan joylari yo'q. Bu ustinglarga ko'rib, kapot ustida kelib baraka qilsanglar bo'ladi.